Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana hozir Termizlik mijozimizga 6 ta million Tolis degan brendimizni 6 ta motokultivatorni sotib oldim. Hozir dastavka jarayonlari bo'lyapti. Mana hozir mana bu nimamiz qo'yib berishga sotilgan mana 7 ot kuchlik motokultivatorimiz. Xudo xohlasa mijozlarga ortib berdik. Mana bu hozir Termiz shaharga ketyapti inshaalloh. Moto Tolis million Tolis brendiniki Germaniya standart 6 tasini xudo xohlasa Termiz shaharga sotuvga ekan. Xudo xohlasa mana shunaqa 7 ot kuchlik motokultivatorlardan kerak bo'lsa, frezerlar 4 qatorlik bo'ladi, moy datchiklar bor. Germaniya standart o'zida yozilyapti. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan. Zubur, drabilkalar 15-18 ot kuchlik motokultivatorlardan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.